Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Bilim va malakalar baholash agentligining rasmiy veb-saytidan olingan kitobchadagi testni tahlil qilib chiqamiz. Asosan ingliz tili bo'limi. Unday bo'lsa biz boshladik. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Ko'rib turganingiz bu yerda grammatika bo'limi berilgan. Undan so'ng reading qismi ham bor, ya'ni reading comprehension. Har bitta savolga asoslangan holatda nima uchun aynan shu javob bo'lganligi va qaysi kitobdan olingani va asosan qaysi betida borligini ham tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bizda birinchi savol test turi vocabulary. When are accepted into English from other languages, they often keep their original pronunciation. Ingliz tiliga boshqa tillardan kirib kelganda shu narsalar ular ko'pincha o'z asl ma'nosini saqlab qoladi. A variant workers ishchilar, B variant watches soatlar, C variant words so'zlar, D variant walls devorlar. Bizga to'g'ri javob bo'ladi. Demak, words ya'ni so'zlar ingliz tiliga boshqa tillarda so'zlar kirib kelganda ular ko'pincha asl ma'nosini saqlab qoladi. Ushbu kabi testlarni yaxshiroq va to'g'ri ishlashimiz uchun albatta bizga birinchi o'rinda lug'at boyligimiz kuchli bo'lishi kerak bo'ladi va bu savollar turi unchalik darajada qiyin emas. Bizda ikkinchi savol. Wait for me tomorrow if I'm late. Test turi grammatika mavzusi if yoki conditionals, ya'ni shart erkish gaplar da so'roq gaplar. Agar men kechikсам, ertaga meni kutasizmi? Demak, to'g'ri javob bo'ladi bizda B variant. Sababi ingliz tilida so'roq gaplar yasalayotganda inversiyaga uchraydi. Ya'ni inversiya bu odatiy gap bo'laklari tartibi o'zgarib, yordamchi fe'llar, ya'ni auxiliary verbs, will, shall, to be fe'llar, modal fe'llar va boshqa shu kabi yordamchi fe'llar egadan oldinga, ya'ni subjektdan oldinga chiqadi. Ya'ni you will emas, aksincha will you yoki would you holatida. Va if gaplarda bu tarafda present simple bo'lgandan keyin bu tarafda faqatgina present simple yoki will ishlatilishi mumkin. If gaplar conditional deb ataymiz, u gaplarda masalan present simple ishlatib equal ko'rish mumkin. Boyagida aytganimizdek zero conditional, present simple faktlarga nisbatan ishlatilsa, ikkinchi qismi present simple future. Ba'zida buyruq gap modal fe'llar kelishi ham mumkin. Bu ikkinchi ko'rinishi kelasi zamonda bildiradi. Va bizda tomorrow so'zi bor va if I'm late belgilanganda present simple da turibdi. Demak, bizga to'g'ri javob B variant. Asos sifatida grammar tour deb keltirishim sababi tasdiqlangan darslar ro'yxatida bor. Mana 180-betda va 126-betda berilgan. 180-betda bu asosan so'roq gaplar yasalishi ko'rishimiz mumkin. Mashqlar bilan berilgan. 126-betda bo'lsa if gaplarining yasalishi va qoidalari berilgan ingliz tilida. Albatta o'qib chiqib o'rganishingizni tavsiya etaman. Agar kimga mana shu qoidalarni o'zbek tilidagi tarjima va testlar bilan birgalikda kerak bo'lsa, test va javoblar bilan birgalikda kerak bo'lsa, video ostida izohda biriktirilgan havola orqali Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Bizda keyingi savol. The singer hardly singing when everybody began applauding. Test turi bu grammatika, mavzu past perfect tense, ya'ni tugalangan o'tgan zaman. Xonanda endigina kuylashni tugatganda hamma olqishlashni boshladi. Bu yerda hardly va when so'zlari va began so'zi bizga yordam beradi javobni topishga. Ko'rib turganingizdek belgilangan. To'g'ri javob D variant. O'tgan zamonda ma'lum bir ish harakatdan oldin sodir bo'lgan voqealarga past perfect ishlatiladi. Hardly, barely, scarcely past perfect va when keyin past simple ishlatilsa, no sooner past perfect than past simple ishlatiladi. Ushbu struktura ham Grammar va Tour kitobida berilgan. Uni ham yodlab olishingiz mumkin bo'ladi va bemalol o'qib olishingiz bo'ladi. Agar kimgadir ushbu umuman o'sha qo'llanmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va bizda shunday kurslar bor. Har kuni birgalikda bittadan test tahlil qilamiz va qo'shimchasiga mavzu bo'yicha testlar berib borilyapti. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizda e'lon berilgan o'sha havola orqali o'tib
menga bog'lanishingiz yoki kursga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Asos sifatida Grammar Editor kitobi keltirilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Past perfect tense'da qoidalar berilgan. 64-savol, ya'ni 4-savolimiz. The teacher congratulated all the students for passing the exam. Test through vocabulary, word plus preposition, ya'ni collocation ham deyiladi ba'zida. O'qituvchi barcha talabalarni imtihonni o'tgani bilan qutladi, ya'ni tabrikladi. To'g'ri javob A. On congratulate somebody on something. Ushbu savollarni yaxshiroq ishlashimiz uchun albatta bular bilan tanish bo'lishimiz, eslata olishimiz va yoddan bilishimiz kerak bo'ladi. Asos sifatida keltirilgan Grammar Editor 205-betda, u oxirida appendixda berilgan. U yerda barcha mana shunga o'xshaganlar berilgan. Undan tashqari kimga o'zbek tilida mana shu va shunga o'xshash word list lar kerak bo'lsa, ya'ni so'zlar, lug'atlar tarjimasi bilan va undan tashqari har birini quiz holatida qilingan bitta statik veb-saytimiz bor. O'sha orqali ishlab, ushbu bilimlaringizni yanada ham mustahkamlashingiz mumkin. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, havola orqali o'tib, yuklab olib, foydalanishingiz va testlar ishlab bilimingizni yanada ham mustahkamlashingiz mumkin. 65-savol. My father at his bank for 10 years. He really likes his job. Test turi grammatika. Test mavzusi esa present perfect. To'g'ri javob. Has worked. Mening dadam bankda, ya'ni o'zi ishlayotgan bankda, uning bankida 10 yil mobaynida ishladi. Ya'ni o'sha vaqtdan boshlab, ya'ni qachon 10 yildan avval boshlab hozirgacha 10 yil davomida ishlagan. Bu degani o'tgan zamon bilan hozirgi zamon bog'lanyapti. U o'z ishini juda yaxshi ko'radi. Demak, qilgan ishi, shu vaqtgacha qilgan ishlarini natija sifatida, ko'zga ko'rinib turgan natija sifatida ko'rsatish, bu asosan perfect zamonlarda bor va undan tashqari for 10 years turibdi va for since va shunga o'xshash time expressions, ya'ni vaqtni bildiruvchi payt shart so'zlari ishlatilsa, ko'pincha perfect zamonlar ishlatiladi. Undan tashqari present perfect o'tgan zamonda boshlanib, hozirga qadar davom etgan ish harakatga nisbatan ishlatiladi va natija ko'rinib turadi. Natijasi bu shu vaqtgacha ishlaganni asos qilib olishimiz mumkin. Asos Grammar Editor mana qoidasi berilgan va mana aynan qaysi so'zlar faqat bu kitobda berilgan emas, balki boshqa kitoblarda ham berilgan. Nima uchun bu kitob asos qilib olinayotgani tasdiqlangan darsliklar ro'yxatida mavjud, tasdiqlangan darsliklar adabiyotlarida mavjud. Shu sababli iloji boricha ko'proq mana shu kitobni asos sifatida keltirishga harakat qilyapman. Shu yerda yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Agarda siz faqatgina kirish imtihoni uchun tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu yaxshi, lekin ingliz tilini haqiqiy til sifatida o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kabi testlar va grammatikaga o'ta tayinish har doim ham ish beravermaydi. Va baribir oxirida siz suhbat qura olishingiz, ya'ni communication skill bo'lganligi yordam beradi va shuning uchun ko'proq sertifikat til bilish darajalariga harakat qilishingizni tavsiya etaman. Xoh bo'lsin IELTS, xoh bo'lsin Malta, xoh bo'lsin yoki boshqa imtihon turlari, aytaylik TOEFL va boshqalar. Bu imtihon turlari judayam ingilizingizni uchun kerak va haqiqiy ingliz tilini o'sha yerda bilishingiz mumkin bo'ladi. Jack asked his brother, "Why did you come back yesterday?" Jack asked him, "Why come back the day before?" Test grammatika, test mavzusi report speech yoki report questions mavzusi. To'g'ri javob he had. Tarjimada ko'rishimiz mumkin. Jack so'radi akasidan, "Nega siz kecha qaytib keldingiz?" Jack undan nima uchun oldingi kuni qaytib kelganini so'radi. To'g'ri javobda nima uchun asos bo'lgan report questionda so'roq gap darak shakliga o'tadi. Ya'ni had he emas, he had bo'ladi. Zamonlar moslashuv qoidasiga muvofiq zamon o'zgaradi. Ya'ni present simple bo'lsa qo'sh tirnoq ichida past simple bo'lsa esa past perfect shakliga o'tadi. Eslatma faktlar ishlatilganda o'zgarmaydi. Ya'ni aytaylik 4 ta qutb bor yoki bo'lmasa yer yumaloq, 4 ta fasl bor, shunga o'xshagan fakt bildiruvchi so'zlar kelsa qo'sh tirnoqda ichida, ya'ni ko'chirma gaplarning ichida
qanday zamon ishlatilgan bo'lsa, u yerda ham xuddi shunday zamon ishlatilishi kerak bo'ladi. Asos grammar editor mana bu yerda qoida berilgan unit 7, 7-unitda berilgan ekan. Qoidasini o'qib, ko'rib, mashqlar bilan bajarib olishingiz mumkin bo'ladi. 67-savol, yana xuddi shu mavzu. Nargiza asked, is your sister good at English? Nargiza asked me if whether my sister was good at English. Test grammatika, test mavzusi, reported speech, reported questions mavzusi, yana to'g'ri javob whether my sister was. Tarjimasida ko'rishimiz mumkin. Nargiza so'radi, sizning singlingiz ingliz tilini yaxshi biladimi yoki ingliz tilida yaxshimi? Nargiza mendan singlim ingliz tilida yaxshi ekanmi deb so'radi yoki ekanligini so'radi. Nima uchun aynan bu javob bo'ladi? Sababi report questionda odatda quyidagi fe'llar bilan boshlangan ask, inquire, wonder yoki want to know kabi so'zlar ishlatiladi. Fe'llar tasdiq shaklida bo'ladi. Savol belgilari, so'roq belgilari, iltimos, will, o kabi so'zlar ishlatilmaydi. Fe'l zamonlari, olmoslar va vaqt ifodalari o'zlashtirma gaplarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bundan oldingi testda ko'rishimiz mumkin edi. Yesterday, the day before o'zgardi, ya'ni vaqtni bildirish so'zlashlar. Zamonlar bo'lsa o'zgarayotgan ko'rishimiz mumkin. Is your sister good bo'lgandan keyin is bu yerda was ga o'zgaryapti. Va so'roq gap emas, darakat holatida ishlatilyapti. Shuning uchun ham to'g'ri javob B variant ekan. Asos grammar editor Grammar Force Edition, ya'ni 4-qismi. Reported question mana belgilangan ko'rishimiz mumkin. Reported questions are usually introduced with ask, inquire, wonder and others va boshqalar. Qoidani o'zingiz kitobni yuklab o'qib olishingiz mumkin. Video izoh ostida kitobning elektron varianti uchun havola berilgan. Havola orqali o'tib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. As soon as I my work, I'll leave the city. Test grammatika, test mavzusi time clause to'g'ri javob finish bo'lib qolibdi. Tarjima ishni tugatishim bilanoq shaharni tark etaman. Nima uchun bu javob to'g'ri kelyapti? Sababi as soon as bog'lovchisi vaqt bog'lovchilari, ya'ni time clause ishlatildi. Biz quyidagi vaqt bog'lovchilari, vaqt qo'shimchalarini kiritish uchun ishlatamiz. When, as soon as, while, before, after, since, until, till, whenever, as long as, by the time, as soon as, at the moment, said, no sooner than, hardly, when, once, immediately, the first, the next time. Ularni vaqt qo'shimchalari, ya'ni vaqtni bildiruvchi ergash gaplar qoidalarida vaqt qo'shimchasi, ya'ni vaqt, ya'ni time clause asosiy gapdan oldin kelganda virgul ishlatiladi. Xullas bu qoidalarni o'zingiz ham o'qib olishingiz mumkin. Bu yerda demak as soon as va mana shu bog'lovchida kelgan gapda biz hech qachon will yoki would ishlata olmaymiz. Demak ikkita javob chiqib ketadi, ya'ni D va C. Undan keyin kelayotgan gaplarda zamonlar moslashuv bo'ladi, ya'ni zamonlar bir-biriga moslashish kerak bo'ladi, ya'ni future zamon turgani uchun, ya'ni will turganligi uchun biz finish it qo'ya olmaymiz, ya'ni present va future ishlatilishi mumkin bo'ladi. Agar mana bu yerda finish it bo'lganda boshqa zamon to'g'ri kelishi mumkin ekan. Undan tashqari mana bu yerda o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan prezentatsiya shaklidagi testni PDF variantini, ya'ni elektron variantini Telegram kanalimizga yuklab olishingiz mumkin. Buning ham havolasini video izoh ostida belgilab ketaman. Ya'ni demak present, future yoki imperative esa present simple yoki present perfect. Demak bizda bu tarafda future turibdi va bu yerda present simple yoki present perfect ishlatishimiz mumkin ekan. Asos grammar yana grammar kitobi mana time clause 144-bitda berilgan. Undan tashqari boshqa so'zlar ham berilgan. Nima uchun ishlatilishi, qanday ishlatilishi, farqlari. Aytaylik, masalan, ego bilan before the farqini yoki bo'lmasa by time by ni farqini bilmasligimiz mumkin. Albatta kitobni ochib o'qib chiqishni tavsiya etaman. Ayniqsa qoidalarni ingliz tilida o'qisangiz 2 karra foyda topishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilikka qiyin bo'lgan savol turi, ya'ni belgilangan va ostiga chizilganlar ostida xatosini topishimiz kerak bo'ladi. Bitta xato variant berilgan bo'ladi. Traveling by plane is the fastest and the most convenient ways, but it is the most expensive too. Traveling by train is slower than by plane, but you can see much more interesting place. Demak, grammatikada xato topish kerak bo'ladi. To'g'ri javob ways bo'ladi. Nima uchun? Asosan bu savol turida bizga kerak bo'ladi kuchli grammatik bilim.
Kuchli degani bu albatta ko'p bilish emas, balki aksincha, o'sha berilgan, tushadi degan mavzularda, yoddan bilishimiz, ko'p mustasno va aniq qoida qismi, ya'ni umumiy qoida qismlarini bilishimiz va ishlata olishimiz talab etiladi. Ko'pincha qanchalik, yaxshi bilsak, qanchalik ishlata olsak, qanchalik mustasno holatlarni bilsak, shunchalik, testlarda qiyin bo'lmaydi. Albatta, bularni o'qib, misollari bilan ko'rsa, shunchalik ko'p foyda berishi mumkin bo'ladi. Nima uchun ways bo'lyapti? Endi keling ko'rib chiqamiz. Traveling by plane is the fastest way. Demak, bu yerda, ko'rishimiz mumkin. Tarjimasida ham bilinadi. Shaxsonda moslik deyiladi. Samolyot orqali sayohat qilish eng tez va eng qulay yo'llari deyilmaydi. Sababi bu yerda birlik va bu yerda ko'plik bo'lishi noto'g'ri. Demak, is bo'lgandan keyin way bo'lganda is the most convenient way, is the fastest way. Bu yerda and bizni chalg'itish uchun berilgan bo'lishi mumkin. Va yana shu yerda aytib o'tib ketishim kerakki, ostiga chizilganni o'zida bo'lmaydi. Javob ko'pincha mana bu qismlarga ham e'tibor berishimiz kerak. Faqatgina mana shu so'zlar xato qo'llangan bo'ladi va javob topish uchun esa mana bular kerak bo'ladi. Ya'ni, bir-biriga bog'liqlik holatlarini bilishimiz kerak. Gapning yasalishi, bir-biriga moslashishi, so'zlar yasalishi va undan tashqari almashlar qo'llanilishi bo'lishi mumkin. Va ba'zida, modal fe'llarda infinitiv gerundlarda ishlatilishi bor. Mana aytaylik, can to go deb qo'yilgan joylar bo'ladi. Ya'ni candan keyin ber infinitiv, ya'ni modal fe'llardan keyin ber infinitiv ishlatilgan holatlar bor. Shularni ham bilishimiz to'g'ri keladi. Demak, bu yerda shaxsonda moslik bo'lmayapti. Keyingilarga ko'ramiz. Ya'ni ikkinchisida to'g'rimi? Ha, sababi to, gapning oxirida keladi va ham ma'nosini bildiradi. Qo'shilish ma'nosini. Either deb o'qiladi yoki bular esa inkor gapda ishlatilib, boshqacha ko'rinishda keladi. Traveling by train is slower than, demak bu yerda sifat darajasi to'g'ri qo'llanilyapti. Slower. Agar more slow deganda balkim bu javob ham xato bo'lardi. Mana you can see, can to see yoki can seeing bo'lganda mana shu javob ham xato bo'lishi mumkin edi. Bizda to'g'ri javob 1, ya'ni B variant ekan. Asos qilib kitobda berilyapti. Bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana butun boshqa qoidani hammasini o'qib chiqa olmayman, ammo ko'rib chiqishni tavsiya etaman. Ya'ni nounsda berilyapti. Undan tashqari singular plural da bor. Bu yerda balkim rasm xato qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin shu mavzular ichidan topishimiz mumkin. Aynan bitta mavzu emas, aksincha, bu yerda modal fe'llarni ham o'qishimiz kerak. Undan tashqari, o'sha inversiya mavzuda ham beriladi. So, either, nor va to, mana shu mavzularni ham bilishimiz talab etiladi. My mom always comments what I'm wearing. Tez turi vocabulary, ya'ni lug'at, leksik birliklarini yaxshi bilish darajasi xuddi shunga o'xshashroq ataladi o'zbek tilida. To'g'ri javob B variant, comment on. Biror bir mavzu izoh bildirish yoki fikr bildirish. Nima uchun? Ko'rishimiz mumkin, asos sifatida berilyapti 205-betda comment on. Ushbu barcha so'zlarda tarjimasi tayyor PDF variantdan berilgan. Uni topib yod olish uchun esa video ostidagi izohdan o'tib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Your hamburger is as tasty as my hot dog. Javob C variant, hech nima qo'yilmaydi. Comparative structures, ya'ni as ishlatiladi. As adjective as konstruksiyasida, ya'ni adjectivedan oldin hech narsa qo'yilmaydi. Hech qanaqa modifier, ya'ni o'zgartiruvchi kerak emas. Nima uchun? Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. As, adjective as, ya'ni inkor bo'lsa not so as yoki not as ham holatida kelishi mumkin. 2-3 martalab ma'nosida 3 times yoki half as va boshqalar. Demak, 49-betda berilgan grammar way tour. Ochib o'qib olishimiz mumkin. Undan tashqari like bilan as'da farqlari, sifatlarda boshqa kerakli qoidalar ham berilgan. On Sundays, I devote much of my time to my family. Yakshanba kunlari men vaqtimni ko'pini bag'ishlayman oilamga. Determiners with uncountable nouns mavzusi
Ya'ni determiner bu match shunga o'xshaganlar bilan ishlatilishi. Match deb article, egalik olmoshlari, this set ya'ni ko'rsatish olmoshlari va shunga o'xshash mavzular. Match so'zidan oldin odatda hech narsa qo'yilmaydi, ayniqsa devote match time iborasida. Devote match uncountable noun, ya'ni time yoki effort yoki boshqalar. Bunday holatlarda nega qo'ya olmaymiz? Chunki time bu yerda sanalmaydi. Sanalmagandan keyin biz bo'lsa a va n artiklini qo'ya olmaymiz hech qachon. Sababi a va n artikli sanaladigan otlarni bildiradi ko'proq. Va shuning uchun ham a va n artikli qo'yilmaydi. Va undan tashqari the artiklni qo'yishimiz uchun esa bu qandaydir alohida the time deb turib ajratib ko'rsatishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda unday ma'no yo'q. Demak, to'g'ri variant bo'ladi the va bu yerda general ma'noda kelganligi va sanalmaydigan ot bo'lganligi uchun ham. Asos mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Articles mavzuda 59-betda Grammarly Tour kitobida. If I were you, I wish someone as corrupt as he is. To'g'ri javob bo'ladi bizga the variant, mavzu second conditional, yani ikkinchi turi. If I were you, ikkinchi shartli gapning belgisi, natija qismida esa would plus verb bir, ya'ni fe'lning o'zi ishlatiladi. If past simple, would infinitive ishlatiladi. Demak, if I were you, demak would berilgan javob the variant ekan. Asos sifatida ko'rishimiz mumkin mana. Zero conditional first, type 1, type mana 2. If past simple, could, would, might, were infinitive ekan. Mary, can you get me books if you go to the bookshops? Javob sam bo'ladi. Ya'ni Mary menga borgan, ya'ni kitob do'koniga borganingda menga borsak olib kelib bera olasan bir qancha kitoblar. Bu yerda little bilan muchni umuman qo'ya olmaymiz, sababi books sanaladigan so'z. Shuning uchun ham bularni qo'ya olmaymiz, chunki sababi little bilan much uncountable nouns bilan ishlatiladi. Nanda esa ma'no jihatidan to'g'ri qo'ya olmaymiz va nandan keyin of keladi. Shunday ekan bizda qoladi bittagina some. Nima uchun some to'g'ri keladi? Quantifiers mavzusi books ko'plikdagi sanaluvchilar so'roq gaplarda some ishlatilishi mumkin. Ijobiy ma'no kutilgan, ya'ni qilib bera olasanmi? Offer bildirgan, ya'ni taklif bildirganda. Some uncountable plural nouns, ya'ni ko'plikdagi sanaluvchi ishlatiladi. So'roq va ijobiy gaplarda would you like o'xshagan birikmalarda ham ishlatilishi mumkin. Lekin odatda agar aytaylik mana bu yerda so variant o'rniga any bo'lganda va bu yerda can you get o'rniga boshqacharoq will you give me bo'lganda balkim any ham to'g'ri javob bo'ladi. Chunki any ko'proq so'roq va inkor gaplarda ishlatiladi va darakabda kelganda har qanday ma'nosini bildirishi mumkin. Ya'ni anyni faqatgina so'roq va inkor gapda ishlatmaymiz. Aksincha darakabda kelganda ham o'zining ma'nosiga ega va uning ma'nosi har qanday degan ma'noni bildiradi. Asos sifatida yana o'sha kitob Grammarly Tour va quyida uning qoidalarini ko'rishimiz mumkin. Albatta o'zimizcha o'qib olamiz va ushbu artikl qo'llanmasi ham kanalimizda mavjud, Telegram kanalimizda. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu albatta kichik bo'lsa ham mehnatimizga ozroq motivatsiya sifatida bo'ladi va barchasi bepul, hech qanaqa qo'llanma uchun alohida to'lov yoki mehnat talab etilmaydi. Shunchaki kanalimizga o'ting, obuna bo'ling va qo'llanma kerakli materialni yuklab foydalanishingiz mumkin bo'ladi. 75-savol. The meeting has been cancelled. The chairman. Savol juda ham oson, ya'ni passive voice mavzusi, mashhur sifat. Sababi mashhur sifatda bajaruvchisini ko'rsatish uchun biz by ishlatamiz va be to be fe'li past participle by keyin agent bu bajaruvchi. Uchrashuv bekor qilindi. Chairman rais tomonidan, ya'ni chairman bu yerda o'sha rais boshqaruvchi tomonidan ma'nosida by ishlatildi. From of ishlatilishi mumkin biror narsadan tayyorlangan, ya'ni tashkil topgan ma'nosida. Asos mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda berilgan. Mana bu qoidalardan ham ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari yana ham kuchliroq maslahat beradi. Mana bu so'zlar strukturani ham yaxshiroq bilib olish. Personal, impersonal, passive. Bu nafaqat test uchun, balki kelajakda, yaqin kelajakda ham deb aytaylik, multi level bo'lsin, balki IELTS bo'lsin, balki boshqa imtihon turi bo'lsin,
writing qismi uchun juda ham kerak bo'ladigan struktura, grammatik struktura hisoblanadi va juda ko'p ishlatiladi. 76 savol. I don't have to work every day during the week, but I work at the weekend. Men hafta davomida har kuni ishlashim shart emas, ammo men dam olish kuni ishlashim kerak. Javob mas bo'ladi. Mavzu modal verbs, ya'ni modal fe'li yordamchi fe'llar ma'nosida keladi. Don't have to majburiyat yo'q, but dan keyin esa uning qarama-qarshi ma'nosida ishlatilishi kerak, ya'ni majbur. Strong obligation or necessity, ya'ni zarurat va kuchli majburiyat ma'nosida must ishlatishimiz kerak ekan. Asos grammar for 4-qismi o'sha har doimgi aytilgandek qoidani o'qib olishimiz mana obligation, duty, necessity, must ishlatamiz ekan. 70-betda berilgan ekan. Nafaqat 70-betda, undan keyin ham jadval sifatida juda ham kerakli bo'lgan modal fe'llar qoidalari berilgan. Don't play with your hair, that's a bad. Mavzu vocabulary, ya'ni leksika. Javobda habit, sababi bad habit, yomon odat. Sochlar bilan o'ynash yomon odatdir. Bad habit bu collocation hisoblanadi. Menimcha bunga asos keltirishimiz shart emas. Oson darajadagi test. Delegates participate in the conference about 50. Demak, kontekstga qarab aniqlashimiz mumkin bu narsani. Nechta delegat qatnashdi konferensiyaga? Taxminan 50 tacha. 50 ta delegat. To'g'ri javob A. How many? Question words, so'roq so'zlari. Delegate sanaluvchi ot. Sanaluvchi otlar uchun esa how many ishlatiladi. How much qo'yib bo'lmaydi. How long uzun. Bu ham noto'g'ri. How long ago. Necha yil oldin vaqtni bildirgan, ya'ni o'tgan zamon uchun ishlatilib berilsa, mavzuga ham, ma'noga ham to'g'ri kelmaydi ekan. Asos sifatida grammar editor 59-betda berilgan. Ularni albatta o'qib, ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. I was a bit nervous before the interview, but usually I am a lot. Javob so variant bo'ladi. More nervous sababi comparative adjective, ya'ni qiyosiy darajadagi sifatlarda a lotdan keyin comparative qiyosiy daraja ishlatiladi va nervous ikki bog'li sifat bo'lgani uchun more comparative yasaladi. A lot more comparative. Shunday ekan, to'g'ri javob C bo'ldi. Nima uchunligini mana bu qismdan ko'rishimiz mumkin. Sifatlar darajasida even, a lot, much, a far, bit, lit, slightly comparative keladi va uning darajasini oshirib keladi. Verydan keyin oddiy adjective keladi. Ushbu mavzudagi test ham bor. By far esa superlative, ya'ni orttirmada, farda o'ziga esa comparative degree ishlatiladi. Most dan keyin oddiy darajadagi, most, strongest yoki most boshqa darajadagi sifatlar ishlatilmaydi. Ya'ni sifatda o'zi holatida ishlatiladi. Any, no dan keyin ham ishlatilishi qiyosiy daraja beriladi ekan. Masalan, any longer, any warmer, any stronger, any bla 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 bla. Xulosa shunaqa davom etaveradi. Demak, to'g'ri javob sababini ko'rib chiqdik. Va nihoyat reading comprehension qismiga yetib keldik, ya'ni reading qismi. Bu yerda asosan o'zi o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi, lekin yanada ham vaqtni tejagan holatda va tezroq, tushunarliroq bo'lishi uchun highlight qilib ishlaymiz. Mana quyida matn berilgan, o'qib olishingiz mumkin. Substance reading uchun o'zim bo'lganda bir nechta texnikalar sanab o'taman oxirida va mana bu savollarda ishlatilgan. Birinchi o'rinda savollarga yaxshilab e'tibor beramiz. According to the passage, what makes water change its form? According to the passage, when water boils, it becomes, ya'ni nimaga aylanishi. Birinchisida bo'lsa, nima shaklini o'zgartirishga majburlaydi. Keyingisida bo'lsa, except berilyapti, ya'ni hammasi to'g'ri, bittasidan tashqari. Bizga 3 tasi true, bittasi false ekan. O'sha false'ni topishimiz kerak bo'ladi va oxirgisi eng ko'p joyini oladi debdi. Bu yerda mantiqiy tarzda topishimizga to'g'ri keladi. Hop. Bizda birinchi savol. According to the passage, what makes change its form? To'g'ri javob temperature bo'ladi. Matnda bizga aytilyapti. O'zimiz savolda tarjima qilgan bo'lsak, nima
suvning shaklini o'zgartiradi. Temperature harorat, space fazo, cloud bulut, snow qor. Matnda aniq aytilyapti. Water can change into 3 forms. Suv 3 ta shaklga kirishi mumkin. It only depends on water temperature. U faqatgina bog'liq suvning haroratiga. Qoida faktual ma'lumot matndan to'g'ridan-to'g'ri olinadigan javob. Ya'ni matnda aynan shu so'zlar yoki shu so'zning sinonim bilan berilishi kerak bo'ladi fakt bilan. Water can change into 3 forms. It only depends on water temperature. Ko'rgan bo'lsak, keyingi savolga o'tamiz. According to the passage, when water boils, it becomes. Ya'ni matnga ko'ra suv qaynaganda u aylanadi solid qattiq holatga, liquid suyuqlik, vapor bug', the ice ya'ni muz holatiga. To'g'ri javob C variant vapor. Matnda when water boils it changes into vapor or steam. Direct information qoidasi ya'ni strategiya desak ham bo'ladi. Matnda yana aniq to'g'ri beriladi, aniq ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. When water is a gas, we call it vapor. Suv gaz holatida bo'lganda biz uni vapor bug' deb ataymiz. Bu yerda qaynaganda deyapti. Bu yerda vapor bo'ladi. To'g'ri javob demak C variant bo'ldi. Mana sababini ham ko'rish mumkin. When water boils it changes to vapor or steam. Keyingisi ham berilgan ekan. Aniqroq keyingisida ekan. All of the following statements are true. Barchasi to'g'ri, bittasidan tashqari. Water vapor changes its amount. Suv bug'i uning nima deydi? Miqdorini o'zgartiradi. Water vapor is collected in clouds. Suv bug'i bulutlarda yig'iladi. Water vapor turns into rain or snow. Suv bug'i yomg'ir yoki qorga aylanadi. Vapor is actually water in gas form. Bug' aslida gaz holatidagi suv demoqchi. To'g'ri javob A javob bo'ladi. Nima uchun? Sababi bu noto'g'ri gap. Biz bitta false information topishimiz kerak edi. Matnda bo'lsa actually amount of water always stays the same. Ya'ni matnda aytilyaptiki, har doim suvning miqdori bir xil bo'ladi, hech qanaqasiga o'zgartirmaydi. No matter which state the water is in. Qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar. Qoida except question barcha javoblar to'g'ri, faqat bittasi noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni biz bitta noto'g'risini topishimiz kerak. Ko'rishimiz mumkin. Actually amount of water always stays the same no matter which state water is in. Mana bu yerda berilgan. Nega qolgan javoblar to'g'ri bo'ladi? Bu yerda B variantda cloud ya'ni bulutlarda yig'ilishi berilgan. Mana the water vapor is collected in clouds. Keyingisida the water into rain or snow. Yomg'ir va qor holatiga o'tishi berilgan. Then it falls to the ground as a rain or snow. Oxirgisi the vapor is actually water is in gas form. Gaz holatidagi degani. When water is a gas, we call it water vapor. Demak, to'g'ri javob A ekan. 83 savol. According to the passage, which form of water takes the most amount of space? Matnga ko'ra eng ko'p joyini oladigani qaysi? To'g'ri javob bo'ladi C variant. Nima uchun? Solid form takes more space than liquid form. Water form takes up the least amount of space. Qoida comparison, ya'ni qiyoslash bo'ladi. Matnga qarab o'zimiz topishimizga to'g'ri keladi. Eng ko'p joyni qanday olyapti? Demak, solid eng ko'p liquid, ya'ni eng ko'p solid olgan qattiq holatda, liquid suyuqlik holatda, vapor eng kami bo'ladi ekan, ya'ni bug' holatida. Matnda ko'rishimiz mumkin. People are tricked because of the amount of space which water uses in its different forms. Odamlar aldanadi ko'pincha nimasiga qarab, ya'ni suvning fazodagi joyiga qarab, ya'ni turli xil shakllarda hisobga olgan holati qaysiki. Solid form takes up more space than liquid. Ya'ni qattiq holatda suyuqlikka qaraganda ko'proq oladi. Water form takes up least, ya'ni
Bu holati bo'lsa eng kam oladi. Demak, qattiq holati suyuqlikdan ko'proq bo'lsa, bu holati bo'lsa eng kami ekan. Shunday bo'lsa, uchalasida eng balandi, eng ko'pi bu yerda solid bo'ladi. Demak, bu yerda bizga stimulant vapor deyarli bitta narsa bo'ladi. Bu ikkovi chiqib ketadi. Solid liquidga qaraganda bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob solid holatda ekan. Keyingi matn berilyapti. Bu yerda ham bitta-bitta savol bilan yoki bo'lmasa ikkita-ikkita savol bilan ko'rib chiqamiz. The majority of people think that ko'pchilik odamlar o'ylashadiki, developing countries are not ruled by dictators anymore. Poverty is not any a problem in the developing countries. People in developing countries strongly believe in a great future. People in developing countries don't expect considerable change a lot. To'g'ri javob bo'ladi bizga D variant. People in developing countries don't expect considerable change a lot. Sababi matnda aytiladiki, the majority of people believe that developing countries are in terrible situation with little hope for any meaningful change. Ushbu reading uchun qoida bo'ladi. Parafraza qilish. Little hope for meaningful change. Don't expect considerable change. Considerable sezilarli, meaningful esa o'sha sezilarli, ya'ni ma'noda shu bir-biriga sinonim bo'lyapti. Demak, changes ma'nosida o'zidagi kelyapti. Matnda ko'rishimiz mumkin. The majority of people believe kelyapti. Believe bo'lsa bu yerda think bilan bir xil bo'ladi. Majority of people believe, majority of people think. Demak, ikkovi ham sinonim ma'nosida keladi. That developing countries are in terrible situation, suffering from incredible poverty, governed by dictators, with little hope for any meaningful change. Bu yerda poverty is not a problem demayapti, muammo qilib ko'rsatilyapti. Ishonch haqida aytilmayapti, aksincha bunaqa umidi kam deyapti. Oxirgisi bu yerda diktatorlar haqida aytilmayapti, chunki diktatorlar bor deb aytyapti. Ikkita savolni birdan ko'ramiz, 85 va 86. Over the past 20 years, living conditions in developing countries have 20 yil davomida yashash sharoitlari rivojlanayotgan davlatlarda to'g'ri javob bo'ladi. Got much better. Matnda aytilyaptiki, over the past 20 years, more than 700 million people have increased their income and have come out of poverty. Qoida bo'ladi bu yerda inference. Bu yerda kambag'allikdan chiqish va hayot yaxshilanishi bir-biriga mos so'zlar. Va 86-sida bo'ladi. After the end of the Cold War, ya'ni sovuq urushdan so'ng. To'g'ri javob D. There has been a progress in many people's living in poor countries. Sababi matnda aytilyaptiki, the end of the Cold War, ya'ni sovuq urushda, have helped to improve the lives of 100 millions of people in poor countries. Bu yerda cause and effect, sovuq urush tugashi natijasida taraqqiyot bo'ldi degan ma'noda. Nima uchun qolganlariga to'g'ri kelmasligini keling ostiga highlight qilingan matn bilan ko'ramiz. 85-da aytilyapti, over the past 20 years, 20 yildan davomida o'tgandan so'ng 700 milliondan oshiq odamlarda daromadida o'sish bo'ldi va qashshoqlikdan chiqib ketdi. Va gapning oxirida aytilyapti 86-savolga, the end of the Cold War, ya'ni sovuq urushdan so'ng tugagach, rivojlanish texnologiyalarida yangi yetakchiliklardagi jasurlik yordam berdi hayotga millionlab 100 millionlab odamlarda qashshoq mamlakatlarda. Demak, sovuq urushni tugagandan so'nggina bo'lib o'tdi bu narsa. Va bizning oxirgi savol, oxirgi reading matn. Mana bu yerda Lilivelin haqida matn berilyapti. O'zi aslida matnda o'qib chiqib ishlashimiz kerak, ammo ko'proq tahlil uchun bo'lganligi uchun, ya'ni vaqt olib zerikarli bo'lib qolmasligi uchun mana shu usulni ma'qul deb topdim. Ya'ni birinchi savolga o'tamiz, keyin bo'lsa matn ichida ko'rsatiladi. Va oxirida, video oxirida matnda ishlatilgan savollarning turi, ya'ni uslublari, qanday strategiyalar qo'llash haqida tavsiyalar berib o'taman reading uchun alohida. Shuning uchun iloji boricha videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. According to the passage, Lily Valen suspected
Llewellyn suspected Gellert of having killed his son because to'g'ri javob bizda C variant. It used to play with his son. Ya'ni u o'g'li bilan o'ynar edi. Llewellyn remembered that the dog often played with his baby son, and he remembered that Gellert was half dog, half wolf. Demak, o'sha Llewellyn eslardiki, uning kuchugi ko'pincha uning o'g'li, chaqaloq, ya'ni yosh o'g'li bilan o'ynardi va eslardiki, Gellert o'sha kuchuk, yarim kuchuk va yarim bo'ri edi. Logical connection deb aytiladi bu savol turi, ya'ni qoidasi. Bu yerda matn bilan birga mantiqqa bog'laymiz. Demak, yarim bo'ri, yarim it va boshqa shubha deyilgan. Hozir matnda ko'rsatiladi nima uchun bunday deyilgan. Va 88-savol. When he ran to the bed, according to the passage, Llewellyn realized his son was still alive. Matnga ko'ra Llewellyn tushunib yetdiki, uning farzandi hali ham tirik edi. To'g'ri javob C variant. When he ran to the bed, picked up the bed, picked the bed up. Matnda he ran to the bed and picked it up, and there lay his son, smiling and unharmed. U karavotga, ya'ni yotoqqa bordi va uni ko'tardi va u yerda yotardi o'g'li kulgan va zararlanmagan holatda. Bu yerda sequence of event, ya'ni voqealar ketma-ketligi bo'yicha topiladi. Buni ham matnda hozir ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin mana birinchi 87-savolda. Llewellyn remembered that the dog often played with his baby son. Matnda berilgan. Gellert was half dog, half wolf. Va oxirgisida berilyapti. Dog, he ran to the bed, picked it up, they land unharmed. Ammo oxirgisiga mana, but just behind the bed there was a dead wolf. Ammo uni yotog'ini ortida o'lgan bo'ri yotar edi. Mana bu yerda topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, suspect shubha qildi. U o'sha Gellert o'g'lini o'ldirib qo'yganligiga shubha qilgan edi. Chunki u bilardi, yarim bo'ri, yarim ligini va u bolasi bilan o'ynashligiga qarab. Va bu yerda tushunib yetdiki, hali ham tirikligini qachon tushunib yetdi? O'sha karavotga borib, uni ko'tarib, ya'ni olgandan keyin o'g'li yotganda va zararlanmagan, ya'ni zarar ko'rmagan va kulgan holatda. Oxirgi ikkita savol. According to the passage, why did Llewellyn kill the dog? Nima uchun o'ldirdi kuchukni? There was nobody and he thought that dog killed his son. Bu yerda hech kim yo'q edi va o'yladi, kuchuk uning farzandini o'ldirdi deb. Matnda ko'rishimiz mumkin bo'ladi, o'sha qon izlari yo'qligi, it yonida bo'lishi va noto'g'ri xulosa chiqardi. Sabab natija munosabati holatida kelib chiqyapti bu savolning javobi. Va undan keyingi oxirgi savolimizda esa matn nima haqida deb aytyapti. About dog which saved his master's son from a wolf. Demak, o'sha bir kuchuk saqlab qolgan o'sha masterni farzandini nimadan? Ustaning farzandini bo'ridan. Matnning oxirida but just behind the bed was a dead wolf. Buni matnning oxirida boya ko'rsatib o'tdim. Bu it aslida bolani bo'ridan qutqarganini ko'rsatadi. Main idea deyiladi bu savol turi. Matnning asosiy g'oyasi. Matnni o'qish orqali ham topish mumkin bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Strelka bilan ko'rsatyapman. Llewellyn took out his short sword. Ya'ni kichkina, ya'ni kalta qilichini chiqardi va Gellertni o'ldirdi. After that, Llewellyn heard the cry of a baby from beneath overturned pen. Ya'ni ortga burilgan karavot ostidagi bolani, beneath ostidagi bolachani yig'isini eshitdi. Karavotga bordi, uni ko'rdi va boyagidek kulib turgan, zarar ko'rmagan bolani
ammo uning ortida bo'lsa, o'lgan bo'ri yotar edi. Ozgina qayg'uli hikoya ekan-ku, mayli. Bu mana finishga yetib keldik. Yuqorida Telegram manzilimiz berilgan mana. Rocket English o'rtasida underscore bor, ya'ni osk chizgisi. Undan keyin 1. Mana kanalimiz logotipi, mana shu orqali ham ko'rishingiz mumkin. Va YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Endi esa qo'shimcha bonus tarzda readingda ishlatilgan strategiyalarni va kerak bo'ladigan qoidalar haqida aytib o'taman. Birinchi navbatda savollarni ko'rdik. Bir necha turdagi savollar ishlatilyapti. Ular aytaylik, main idea bo'lishi mumkin, keyin faktual ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ana shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi turi bu faktual savollar, factual questions deyiladi. Ta'rifi shundayki, matnda aniq yozilgan ma'lumotni topishimiz kerak bo'ladi. Hech qanaqa o'zgartirish va xulosa chiqarish kerak emas. Aksincha, aynan o'sha va so'zlar bilan birgalikda topishimizga to'g'ri keladi. Keyingisi, aniqroq aytadigan bo'lsak, according to the passage deb boshlanadi yoki the text states which of the following is mentioned yoki quyidagilardan qaysi biri eslatilgan, ta'kidlangan. Bu savolda topishda strategiya ya'ni qilinish kerak bo'lgan ishlar ketma-ketligi bu. Albatta kalit so'zlarni topamiz, ya'ni savolda nimalar so'ralayotganini. Hozir xuddi shu savolga misol ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana 87-savol xuddi shunday bo'lishi mumkin. According to the passage. Undan tashqari bo'lsa, mana mana 80-savol. Nima o'zgartiradi deyapti. Matnda ham aynan o'zicha aytilayotgan fakt bilan bo'ladi. Aytaylik, matnda bizga berilyapti water boils at 100 degrees Celsius, ya'ni 100 gradusda qaynaydi. Savolda bo'lsa at what temperature does water boil? Ya'ni qancha gradusda qaynaydi deb bersa, biz javobda aynan 100, 100 dan kam, 100 dan sal ko'proq, 100 ga yaqin degan javob emas, aynan 100 degan javobni belgilashimizga to'g'ri keladi. Ikkinchi turi inference questions, xulosa chiqarish savollari. Matnda bevosita aytilmagan, lekin matn ma'lumotlari asosida xulosa qilinishi kerak bo'lgan savol turi. Qanday qilib bu savollarni tanib olishimiz mumkin, ya'ni bilib olishimiz mumkin? It can be inferred that, ya'ni xulosa chiqarishimiz mumkin. It can be concluded that, bu ham yana xulosa qilinishi mumkin. The author suggests, muallif ta'kidlaydiki, we can conclude that, xulosa qilishimiz mumkinki, it's implied that, ya'ni bu shu narsani anglatadiki, mana shunga o'xshagan savollar bilan boshlanadi. Va bu uchun qilinish kerak bo'lgan ishlar, ya'ni mana shu savol turi uchun qilinish kerak bo'lgan ishlar, matnda berilgan faktlarni o'qib chiqamiz va faktlar qanday natijaga olib kelishini o'ylab ko'rib, javobni moslashtirishimiz kerak ekan. Masalan, John came home with muddy shoes and wet clothes. John uyga keldi, ya'ni loy bo'lgan kiyim, oyoq kiyimi va ho'l kiyimlari bilan. Bu yerda what can we infer about the weather? Ob-havo haqida qanday xulosa qilishimiz mumkin? Demak, it was probably raining. Demak, katta ehtimol bilan yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi. Demak, wet va muddy, ya'ni ho'l va yomg'irli, bu degani albatta raining bo'layotgani, yomg'ir yog'ayotgani. Keyingi savol turi main idea. Main idea juda ham ko'p tushadi readingda. Asosiy g'oyasini topishimiz kerak. Butun matnning asosiy maqsadi, g'oyasi, mavzusini aniqlash. Qanday qilib bilib olishimiz? Demak, main idea of the passage, title qo'ying bo'lishi mumkin ko'pincha. What is the passage mainly about? The author's primary purpose, the best title for this passage kabilar bo'ladi. Har bir paragrafning asosiy g'oyasini aniqlab olishimiz kerak birinchi navbatda, keyin esa umumiy mavzuni, eng ko'p takrorlanadigan so'zlar va g'oyalarni aniqlaymiz. Juda umumiy, juda aniq javoblardan qochamiz. Ya'ni aynan bitta joyida berilgan so'zga qarab emas va yoki kengaytirilgan joyida emas. Ko'pincha bu kabi savollarni matnning boshidan ham topishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi savol turi detailed question, ya'ni tafsilot savollari.
Detail savol turi. Bunda nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Aynan tafsilotlarga e'tibor berishimiz kerak. Aynan qanaqa tafsilotlar desak, matnning aniq qismida olingan ma'lum bir tafsilotlar faktual savollarga o'xshab ketadi. Ko'proq aniq detallar. According to the paragraph second, ya'ni ikkinchi paragrafda muallifning aytishicha deyarli bir-biriga juda ham o'xshaydi. Savolda ko'rsatilgan joyini topishimiz kerak. O'sha joydan aniq ma'lumotni olamiz va boshqa narsalarga chalg'imasligimiz kerak bo'ladi ekan. Except question juda ham ko'p takrorlanadi. Ya'ni all of the following statements are true except. Ya'ni hammasi to'g'ri bittasidan tashqari. Bu turiga ehtiyot bo'lamiz, ya'ni except degan so'zga. Agar except false, ya'ni except ya'ni 3 tasi to'g'ri, bittasi xato yoki except false deganda 3 tasi xato, bittasi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni except bilan kelayotgan so'z qaysi bo'lsa, ya'ni true deyilgan bo'lsa, demak false topishimiz kerak. False bo'lsa esa true'ni topishimizga to'g'ri keladi. Har bir variantni matn bilan solishtirishimiz kerak. 3 ta to'g'ri va bitta noto'g'ri bo'ladi. Ko'pincha 2 martadan qaytadan javobimizni tekshirishimizga to'g'ri keladi. Demak, masalan, cats are animals, dogs are loyal, birds can fly. Mushuklar hayvonlar, kuchuklar sodiq, qushlar ucha oladi. Savol bo'lsa all of the true except. Bularning all of the statements are true. Fikrlarda hammasi to'g'ri, bittasidan tashqari. A variantda cats are animals. Bu to'g'ri. Dogs are loyal. Bu ham to'g'ri. Birds can fly. To'g'ri. Fish can walk. Bu esa noto'g'ri. Sababi yuqoridagi uchalasi berilgan, D varianti esa yo'q edi yoki matnda bo'lgan taqdirda ham xato holatda berilgan bo'ladi. Parafraza qilish keyingi turi. Asosan so'zlar sinonimlari bilan yoki shakllar sifatida parafraza qilinadi. Bir xil so'zlardan savol-javoblarda bir xil ma'no ishlatiladi, lekin turli sinonimlar ishlatilishi mumkin. Grammatikal aytaylik, savolda active voice ishlatilsa, javobda passive voice'da berilgan bo'lishi mumkin, ya'ni matnni ichida. Va undan tashqari, sinonimdan bitta so'z bilan emas, balki bir nechta so'zlar bilan ifoda etilishi mumkin. Masalan, the weather was extremely cold, ya'ni havo juda ham sovuq edi. Parafrazada berilgan bo'lishi mumkin. The temperature was very low. Demak, temperature was very low. Bu the weather was extremely cold ga to'liq parafraza bo'lgan hisoblanadi. Umumiy strategiyalar qilib aytishimiz mumkin. Tezroq o'qib chiqing, umumiy tushunchani oling. Har bir paragrafdagi birinchi va ikkinchi kalit yoki bitta ikkita kalit so'zni ostiga chizib belgilab oling. Savolni diqqat bilan o'qigach, kalit so'zlarni aniqlab, ya'ni identify the keyword deb aytamiz ingliz tilida. Matnning tegishli qismini topib, javobni tanlamasdan oldin boshqa variantlarni ham ko'rib chiqing. Ya'ni bitta to'g'ri javob chiqib qolganda uni belgilab olish kerak emas, balki boshqalarni ham ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, umumiy readingga yaxshilab e'tiborli bo'lamiz. Oson savollarni birinchi ishlang har doim. Except, ya'ni boyagidek bittasidan tashqari, true, false kabi savollar odatda juda ham ko'p vaqt oladi. Ularga alohida vaqt ajratishni tavsiya etiladi. Main idea savollarini ko'pincha bir boshdan topishimiz mumkin. 90% holatlarda bu ish beradi, lekin iloji boricha oxirigacha ko'rib chiqqan yaxshi hisoblanadi. Haddan tashqari matnlarda yangi ma'lumot dan qochamiz, ya'ni matnda yo'q ma'lumotlarni belgilamaymiz va umumiylashtirib yubormaymiz keragidan ortiq va bu bo'lsa javobni xatolikka olib chiqadi. Qisman to'g'ri bo'lgan javoblarni ham belgilamaymiz, chunki bu aniq xato bo'ladi va qisman to'g'ri deb hisoblagan javoblarimizni to'liq to'g'ri ekanligini isbotlaganimizdan keyin o'sha javobni belgilashimiz kerak bo'ladi. So'z o'yini, ya'ni tricky part bo'ladi, ya'ni chalg'itish uchun. Matnda o'sha so'z bor, lekin o'sha so'z bor javobni belgilab qo'ymaymiz. Ko'pincha bu ataydan qilingan bo'ladi. Ya'ni sizga aytaylik matnda some people think that deb boshlasa, javobda some people think that bilan belgilanmaydi. Ko'pincha parafraza qilinadi, ya'ni boshqa so'zlar bilan ifoda etilishi mumkin bo'ladi. Eslab qoling, reading comprehensionda, ya'ni reading qismida eng muhimi matnni tushunish va matnni ichidan javobni topish hisoblanadi. Biz o'z ichki his-tuyg'ularimizga ishonib emas yoki taxminiy emas, matnning ichidan javobni topolsak, demak javobimiz ko'proq to'g'ri chiqish ehtimoli oshadi degan ekan. Va shu bilan bugungi testimiz tamom. Sizlardan ham iltimos bo'ladi, ham bu men uchun ham qo'shimcha nima deydi, motivatsiya bo'ladi, ya'ni undov
harakat qilishga majburlaydi. Yanadayam ko'proq video tayyorlashga va darslar tayyorlashga va qo'llanmalar tayyorlash, bitta videoni olish ko'p vaqt talab qiladi. To'g'ri, professional qilib tayyorlay olmayotgan bo'lishim mumkin, lekin ozmi ko'pmi iloji boricha mehnat qilib, yanadayam sifatliroq tayyorlashga harakat qilyapman. Buni ham hurmat qilgan holda